Mana shuni qildik. Mana aka polni ishlayapti. Buni ishlatganim yo'q hali. Bu agar svet bo'lmasa ishlataman. Mana polni avtomatika. Mana aka. 80 ga qo'yib ko'rdik. O'zi o'chib, o'zi yonyapti, yaxshi. Mana aka, hali buni polni o'raymiz, bularni ham o'raymiz. Yo'q, reklama pul turadi. Har meni bir marta. Yo'q. Aka, reklama pul turadi. Men sizga reklama qilsam, kim men beradi pulni? Hurmatli tinglovchilar, mana shuni fikri bilan bo'ldi. Men ishlaganim yo'q bu. Men faqat svarkaladim bo'ldi. Sizlarga tavsiya qilaman, mana uni olmanglar. Bu 10 million. Ravildan olinglar 3 million. Yo'q aka, mayli aka tan oling. Zo'r ekanmi yo'qmi? Tan oling. Yo'q, zo'r emas, normal. Mana qishloqqa mana shu bo'ladi. Chunki men yoqqani tezakka ham ishlar ekanman. Ha. Tezakka ham ishlaydi bu. Tezakka ham ishlaydi bu. Akam bu narsani akam hali birinchi marta ko'rgan, nima deydi, ishonmayroq o'tibdi, lekin ko'rdi zo'rligini. Yoqib qoldi bu. Yoqib qoldi, endi akamga yoqib qoldi. Ha. Hurmatli mijozlar, olinglar shundan. Yo'q, bu kachol zo'r ekanmi yo'qmi aka? Rostini ayting. Yo'q, bo'ladi, menga yo'q. Termostarter. Ha. Necha gradus kerak bo'lsa, mana uni o'rgansalaring. Mana shu yerdan boshqa, mana shu bosh miyasi. Miya. Mana shundan boshqariladi. Bizlar mana teplo uzdan oldik. Mana yaxshi. Zo'r ekan. Mana bir ochib ko'rsatay. Yo'q, ochmang. Ko'rsin, hurmatli mijozlar, ko'rsin. Yo'q, qarang, yo'q, to'xtab turing. Bu hozir mana uni ishlayapti. Davom eting endi. Ha, bo'ldi. Mana uy вообще issiq. Jumakaga murojaat qilsalaring kam bo'lmaysizlar. Ha. Uy вообще yonib ketdi, zo'r bo'ldi. $100, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kim shuni ushlasa $100 beraman, mana shu turman. Kiringlar mana. Ve Surxondaryoning ustosini olib kelinglar. 1, 2, 3, 4, 5. Ushlasa $100 men senga beraman. Ana aka. Endi kirib ushlatib ko'rsat. Rahmat, usta aka, yuzga kiring. Mana 80 ga keldi. Mana 80 ga keldi. Mana 80 ga qo'ydim. 80 ga keldi. Hozir endi apparat o'chadi hozir. Yo'q, o'chmayapti kuchata. Ha, 82. 82 ga polni o'chyapti. Menga yoqdi. Rahmat. Bu